Xo'p, keyingi milliy sertifikat savolimizni ko'rayotgan bo'lsak, x qo'shib ilzosti x 224, x qo'shib 224 taqsim ilzosti x ni hisoblang deyish so'ralyapti. Ko'pchilik buni qiyin usulda ishlaydi, oson usulni ko'rsataman. Men bu yerda 224 ni o'rniga bundan foydalanamiz. X qo'shuv ilzosti x. Xo'p, buni soddalashtirsak, ilzosti x plus 1 bo'lgan. Endi buni bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsak, x qo'shib ilzosti x 224 ga tengligi berilgan edi. Shundan foydalansak, 224 plus 1 2025 degan javob berish ekanmiz. C javobiga.